Salom do'stlar, sizlar bilan yana Necruz Official. Bugun Play Marketimiz ishlamay qolsa nima qilish kerak? Shu haqida video olmoqdamiz. Qani bo'lmasam videoni boshladik. Buning uchun Play Marketga kiramiz. Mana ko'ryapsiz, meni Play Marketim yaxshi ishlayapti. Mana masalan mana shu o'yin. Mana meni o'yinimni yuklab bo'lyapti, lekin ko'pchilikda yuklab bo'lmayapti. Buning uchun biz Play Marketdan chiqamiz. Men настройкаga kiramiz. Va bu yerdan приложениеga bosamiz. Keyin yana все приложениеga bosib kiramiz. Endi esa bu yerdan Play Marketni topamiz. Play Market mana chiqdi. Bu yerdan Paymentga bosamiz. Paymentga mana bosdik. Endi bu yerdan hozir cashni qilishimiz kerak. O'chirib tashlash. Cashga bosamiz. Va bu yerdan mana bu pastdagi belgisini bosamiz. Mana cash. Okey. Endi yana chiqamiz. Yana o'sha Paymentga kiramiz. Endi esa bu yerdan Daniga bosamiz. Daniga bosib Dani. Mana Paymentimiz 127 bo'ldi. Общий joyi xotiramiz mana ancha tozalandi. Endi bemalol o'yinlarni yuklab olishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa bitta like. Hammaga rahmat.